Demak, quyida geometrik misolni ko'rib ketamiz. Milliy sertifikat darajasidagi misollardan. Xo'p, bu yerda shartda aytyapti, asoslari 3 va 2 deyapti va bu yerda aytyaptiki S1 plus S4, ya'ni mana bu yuza S2 plus S3 mana bu yuzaga teng bo'lib qolgan. Shunga ko'ra yuzalar nisbatini so'rayapti. Xo'p, bu trapetsiyani albatta alohida chizib olamiz. Demak, ABCD mana shunday chiziqlar o'tkazilgan. Mana shu nuqta O nuqta bo'lib qolsin. Xo'p. Yon tomonlarni davom ettirib, uchburchak yasab olamiz bu yerda. Davom ettirmasdan yetsa ham bo'ladi. Bu yerda hozir asoslar 3 va 2. Va bu yerda hosil bo'lgan bu yerda yuqorida hosil bo'lgan biror bir E nuqta deydigan bo'lsak, mana bu uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash bo'ladi. Tomonlar nisbati 2 3 bo'lsa, yuzalar nisbati 4 u 9 bo'ladi. Bundan mana bu yuza 4s ga tengligi, pastdagi jami yuza esa 5s ga tengligi. Umumiy yuza 9s bo'lishi 5s. Bizda berilgan ma'lumot mana bu yuza bilan bu yuza tengligidan 2,5s 2,5s lik kelib chiqadi. Uni o'rtasiga yozib qo'yaman. 2,5s ga 2,5s. Chunki bu ikkala yuza teng edi shartida aytilishi bo'yicha. Jam 5s bo'lish uchun bu 2,5s ga 2,5s. Endi mana D nuqtadan kelgan chiziq yuzalarni e'tiborga olamiz. 6,5 ga 2,5 nisbatda bo'ladi. Xo'p, hozir u nuqtaga qaytamiz. Endi shu uchburchaklar o'xshashligidan tomonlar 2 3 kabi nisbatda bo'lsa, yon tomonlar ham xuddi shu nisbat bo'lishi kerak. Mana bu taraf 2s ga jami 3s nisbat bo'lishi kerak. Pastga esa s masofa qoladi deylik. Endi boyagi yuza qoidasiga ko'ra mana bu jami yuza 6,5s ga 2,5s. Yon tomonlar ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi. 6,5 ga 2,5 yoki 13 ga 5 nisbat desak ham bo'ladi. Demak, mana bu yergacha jam 13m, bu yergacha esa 5m. Endi ikkinchi tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, mana parallel chiziq. Falesga ko'ra bir tarafini qanday nisbatda bo'lsa, ikkinchi tarafini ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi. O'shaning uchun bu jam 18m bo'lsa, 2 u 1 nisbatda bo'linsa 12 u 6 bo'ladi. Demak, bularni o'chirib to'g'rilab yozib olamiz. Mana bu 12m. Mana bu 6 chiqish uchun bu yerga 5m qolganda, o'rtaga esa m masofa qoladi. Nisbatlarni chizib oldik. Endi bizga bu ma'lumotlar keragi yo'q hozircha. Bularni o'chirib turamiz. Va mana bu chiziqni yana davom ettiramiz. Bular albatta kesishadi. Qandaydir K nuqtada kesishadi deylik. Kesishadi. Va o'xshash burchaklar paydo bo'ladi. Demak, qanday o'xshash? Mana bu burchak bilan mana bu burchak va mana bu burchak bilan mana bu burchaklar o'xshash. O'xshashlik qoidasini ishlatishimiz mumkin. Bu uch burchakda m tomon va 5m tomon bo'lganligi uchun o'xshashlik koeffitsiyenti 5 ga teng. Mana bu tomon 3 bo'lsa, bu tomon edi, bu tomonimiz KB tomonimiz undan 5 marta kichkina bo'lishga majbur, ya'ni 0,6 ligi kelib chiqadi. Xo'p, ana endi
bizdan so'rayotgan a shartida S4 ni S2 ga nisbati mana bu yuzaga e'tibor bersak, mana bu ikkala yuza. Mana bu uchburchak bilan bu uchburchak yuzalar nisbatini so'rayapti. Xo'p, o'sha yuzalar nisbatini topishga harakat qilaman. Undan oldin uchburchaklar o'xshashlik qoidasini yana bir marta ishlatamiz. KSO uchburchak bilan AOD uchburchaklar o'xshash. O'xshashlik qoidasiga ko'ra AO masofani, ya'ni mana burchak qarisidagi masofani shu burchak qarisidagi masofa OC masofaga nisbati, demak, mana bu uchburchakdan boshlaganimiz uchun 3 ning jami 2,16 ga nisbati. 3 ning 2,16 ga nisbati. Bu 5 ga ko'paytirsak 15 taqsim 13 bo'ladi. Ana endi bizdan so'rayotgan yuzalar nisbatiga e'tibor beramiz. S4 ni S2 ga nisbati. S4 taqsim S2. Ya'ni bu yuzalar nisbati tomonlar nisbatiga teng. Demak, mana bu ikkita yuza nisbati mana bu tomonlar nisbatiga CO ning AO ga nisbatiga teng. S4 taqsim S2. Demak, S4 taqsim S2 bu CO masofani AO masofaga nisbati yoki 13 taqsim 15 ligi kelib chiqadi. Endi keyingi ma'lumot S1 ni S3 ga nisbati. Ya'ni mana bu yuzani bu yuzaga nisbatini so'rayapti. Mana bu yerdagi to'rtburchak yuzining uchburchak yuziga nisbati. Xo'p, demak, buni topish uchun esa mana bu nuqta bilan C nuqtani tutashtiramiz. Xo'p, mana ma'lumotni yana kiritib ketamiz. AO ning OC ga nisbati 15 taqsim 13 bo'lsa, demak, AO 15x yoki 15k bu esa 13k deyishimiz mumkin. Yuzasi ham xuddi shunday nisbatda bo'ladi albatta. Bu tomonlar nisbati bizga kerak emas. Yuzalar nisbatini yozib ketaveramiz xuddi shu qoidaga ko'ra. Demak, mana bu yuzani bu yuzaga nisbati ham xuddi shunday 13. Demak, 15 a ga 13a nisbatda bo'ladi. Endi mana bu C dan chiqqan bu chiziq qarshidagi tomoni 5/1 nisbatda bo'lsa, yuzani ham xuddi shunday 5/1 nisbatda bo'ladi. Bu yuza jami 28 bo'lsa, u 5m tomonga mos kelsa, m tomonga undan 5 marta kichkina yuza, ya'ni 28a taqsim 5, 5,16a yuza mos keladi. Endi ikkinchi so'ragan yuzalar nisbati S1 ni S3 ga nisbati, to'rtburchakni uchburchakka nisbatini so'rayapti. Demak, S1 ni S3 ga nisbati to'rtburchak yuzi, ya'ni 18/6a ni 15a ga nisbati. Bu yerda a qisqaradigan bo'lsa va 5 ga ko'paytirsak 75 dan 93 yoki 3 ga qisqartirsak 31 taqsim 25 degan javob kelib chiqadi. Mana yuzalar nisbatini ham topib oldik. O'xshash uchburchaklardan kelib chiqargan. Buni boshqa yo'llar bilan ham yechsa bo'ladi albatta. Hozir bu eng qulay, eng oson variantda yechildi. Shunga o'xshash misollarni yechimini o'rganish uchun bizning Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal Matematika 1997.